Tezot liderlik ishnoq markazida tashkil qilingan dekabr oyi olimpiadasida ona tili fanidan kichik guruhlar o'rtasida birinchi o'rin sohibasi Choriyeva Shukrona. Mana bu kursda mana biologiyadan tayyorlanib, xudo xolasa milliy sertifikat olib, kelajakda yaxshi shifokor bo'laman, shunchaki ota-onasini bildirdi. Tezot liderlik ishnoq markazida tashkil qilingan dekabr oyi olimpiadasida ona tili fanidan katta guruhlar o'rtasida ikkinchi o'rin sohibasi Olimova Shabnam. Markazda tashkil qilingan dekabr oyi olimpiadasida ona tili fanidan katta guruhlar o'rtasida uchinchi o'rin sohibasi Erkinova Basila. Tezot liderlik ishnoq markazida tashkil qilingan dekabr oyi olimpiadasida siz kutgan matematika fanidan kichik guruhlar o'rtasida uchinchi o'rin sohibasi Yo'ldoshev Murodbek. Salom qo'llar. Haqqingiz Ro'qo markazimiz tomonidan aytdan 9 olaman. Mana matematikadan kamida A bo'ladi. Ketin o'qimaydi, to'g'rimi? Tezot liderlik ishnoq markazida tashkil qilingan dekabr oyi olimpiadasida matematika fanidan kichik guruhlar o'rtasida ikkinchi o'rin sohibi Choriyeva Sharofdin. Tabriklaymiz. Tezot liderlik ishnoq markazida tashkil qilingan dekabr oyi olimpiadasida matematika fanidan kichik guruhlar o'rtasida birinchi o'rin